Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keldingizmi Nigora? Ha, keldim. Tez kiyimlaringizni almashtiring. Ko'chaga shanbalik qilishga chiqamiz. Opa, biz obodonlashtirishda emas, shifoxonada ishlaymiz. Nimadir deyishingizni bilardim Nigora. Borib shuni bosh shifokorga tushuntira olasizmi? Boring tushuntiring. Qo'y. Nega eshikni taqlatmasdan kirasan? Yo gapga tushunmaysanmi? Gapga tushunaman, lekin nega shifokor ko'cha tozalash kerakligini tushunmayman. Bu buyruq. Bajarishga majbursan. Siz majburdirsiz, lekin qolganlar majbur emas. Demak, ular shifokor ham emas. O'zingiz shifokor emassiz. Agar shifokor bo'lganingizda, xodimlaringizga ichingiz achigan bo'lardi. Ularni himoya qilgan bo'lardingiz. Lekin afsuski, o'zingizdagi 3-4 ta boshliqlarga o'xshab, qo'lingizdagi xalqni istalgan ko'yga solasiz. Xohlasangiz ko'cha tozalatasiz, xohlasangiz tom suvitasiz. Sizga farqi yo'q umuman. Bilasizmi siz? Ko'p laqqillamasdan yo'qol. Yo'qmayotgan bo'lsa ana katta ko'cha. Arizangni yoz. Essiz bechora xalq. Ishimni, tinchimni saqlab qolaman deb nima desangiz shuni qilishga majbur. Lekin eslab qoling. Bundan bu yog'iga bu boshqa qaytarilmaydi. Men